Assalomu alaykum azizlarim, tinchmisiz, omonmisiz? Hammalaringizga a'lo kayfiyat tilab men boshlayman rasklatimni. Uzr, cho'zilib ketdi, chiqolmadim, 3-4 kun ishim chiqdi. Rahmat, sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Ilohim niyatlaringizga yetinglar. Mana shu ochilimlarim shifoli bo'lsin, sabab bo'lsin, xabar bo'lsin haqiqiy sizlar uchun. Kommentariyada obunachilarim, yangilar, mehmonlarim, like bosganlar hammalaringizni hurmat qilaman, rahmat, minnatdorman, xursandman. Hozir sizlar uchun shunaqa mavzu tanladim. Tarodan xabar. O'tmishni qo'yib yubor va o'zgarishga tayyorlan. Yangi kartadan ochaman. Ovozim yaxshi boryaptimi? O'tmishni qo'yib yubor va o'zgarishga tayyorlan deyapti. O'tmishni qo'yib yubor va o'zgarishga tayyorlan. Demak, boshladik. Birinchi kartamiz. Mana chiroyli karta. Ko'rdingizlarmi holatni? Hozir bu sizlarni ogohlantiradi. Orqa tomonida mana nima qilishingiz kerak? O'zgarish bo'lishi uchun. O'zgarish bo'lyapti, tayyorlaning. O'zingizni o'zgartiring. Sizdagi holat ichki. Siz qanday ahvolda, qanday o'ylovdasiz, o'zingizni qanaqa tutishingiz kerak? Yaxshi yangiliklar bo'ladi, endi o'zgarishlar bo'ladi hayotlaringizda. Shu haqida gapiradi. Demak, boshladik. Birinchi kartamiz mana ko'rib o'tiribsizlar. Bunda aytibdi, siz yalqov emassiz. Shunaqa tutar ekansiz o'zingizni. Ehtimol ruhan yoki jismonan charchagansiz. O'zingizni ayblash o'rniga dam olish va tiklanish kerak deyapti. Bu kartada. Ko'rdingizlarmi? Mehr bilan o'zingizga qarang deydi. Ikkinchi orqa tomonida aytibdi. Siz deydi, ne держит за это o'sha ruscha eski munosabat, ranjish yoki qo'rquvga yopishib olma deyapti. Mana ko'rinyaptimi? Yurakdan ketsin deyapti o'sha eski holat, negativ fikrlar. His bo'lsa, uni zo'rlab ushlama deydi. Yurakda ketsin degan holat hisi bo'lsa, sizga uni zo'rlab ushlama. Hayotda yangilik uchun joy ochish kerakligi zarur deyapti. Mana ko'rdingizmi, qirqib tashlayapti. Sen chuqurliga jarga aytadi deyapti. Eski bo'lmaydigan holatni his yurakdan ketsin, yuragingdan chiqar deyapti, qiynalyapsan deyapti. 3-kartada aytadi. Sen deydi, mana afsuslarga yoki eski munosabatga bog'lanib qolmang deydi. Ko'rdingizmi? O'sha eski holat sizda qanaqa tok beryapti, tok. O'tirganingizni ahvolini qarang. Azizlarim, ko'pchiliklaringiz energiyalaringiz shunaqa tushyapti. Bu yerda e'tiboringni bugun va kelajakka qarating deyapti. Munosib ekaningizni e'tiborda munosibsiz aslida. Bu yerda o'z qadringizni biling, mehrga munosib ekaningizga ishoning va munosabatlarga o'zingizni kamsitmang deyapti. Bu tomonida qarang. O'tmishni qo'yib yuboring, eski alamlar bilan yashamang deyapti. O'zingizni qadrlang va muhabbat uchun iltimos qilish emas, sog'lom va o'zaro hurmatga asoslangan munosabatni qabul qilishga tayyor bo'ling. Tushundingizmi? Ikkinchi kartada shunaqa chiqdi. 3.
Bunda aytyapti mana. Siz o'zizni shunaqa holatda tutishingiz kerak, shart. Hayotingizda o'zgarish qilishdan qo'rqmang. Boshqalarning fikri yoki ularning sizni tushunmasligi sababli o'z yo'lingizdan qaytmang deyapti. Izlaning, o'qing, atrofga qarang, qanaqa imkoniyat bor sizga topasiz deyapti, bu vaziyatdan chiqishni deyapti. Hammaga yoqish yoki o'zingizni doim tushuntirishga majbur emassiz. O'zingizning yo'lingiz va qarorlaringizga ishoning. Kimdir sizni tushunmasa ham, bu sizni qadringizni kamaytirmaydi. Birovni majburlab tushuntirma deyapti. O'zgarishlardan qo'rqmang va hayot bir xil qolib ketishiga yo'l qo'ymang. Hayotda yangi qadamlar tashlash vaqti kelganini anglatadi bu karta. Mana. Ko'rdingizmi? Voy, ovozim yaxshi chiqmayapti. Hammaga yoqishga yoki o'zgarishni doim tushuntirishga majbur emassiz. O'zingizni, yo'lingizni, qarorlaringizga ishoning. Mana ko'rdingizmi? O'zingizni hamma meni yomon ko'radi, hamma mendan nafratlanadi yoki hamma mendan bezib ketgan deb o'ylarkansiz. Yo'q deydi. Bunday bo'lma deydi. O'zingizga mana ishoning, o'zingizni oqlash uchun yo siz birovlarni tushunish uchun majbur emassiz. Birovlarga harakat qilma deydi, o'zingni yaxshi qilishga deydi. Shunday holatdamisiz? Kartalarning titilishini. Bu kartada aytibdi, sen deydi, o'zingni shunday ko'ryapsizlarmi? Samolyotda qilyapti, shunchalik kuchli ekansiz. Shunchalik qo'lingizdan hamma ish kelarkan. Avvalo o'z rejangni mustaqil qil deyapti. Sen samolyot qurishga qodirsan deyapti. Agar yasashga deydi. Agar asosing zaif bo'lsa, shubha va qo'rquv kuchayadi deyapti. Ish boshlashdan oldin tayyorgarlik, bilim va ichki ishonch kerak deyapti. Hech kim seni darhol qo'llab-quvvatlamasligi mumkin. Shuning uchun sen o'z g'oyangni asosini mustahkam qil. Keyingina boshqalar fikriga qara deyapti. Tushuntirib bildimmi? Men sizga shu ikki tomonlama mana gapiryapman-da endi. O'zingni deydi, shunchalik qodirsan deydi. Seni tushunmasligi mumkin, qancha mehnat qilsang ham deydi. Sen baribir davom et asosiy o'zingni kimliging uchun bildir deydi, harakat qil deydi. Birovlarni fikri bilan sinmagin deydi. Orqaga qo'rquv paydo bo'ladi. Anaqa qilolmaysan keyin shu ishingni deydi. O'sha uchun o'zingni ustingda qattiq tur deydi. Agar sen doim eski xatolarni, eski odatlarni takrorlasang, yangi natija kelmaydi deydi. Hayotga o'zgarish bo'lishi uchun harakat qil. Devor qurish, bu yopilish, evolyutsiya deydi, qo'rquvda. O'rmon, bu kenglik, o'sish imkoniyati ekanligini bil deydi, angla deydi. San deydi, bo'ldi, endi hech nima qilolmayman, men uchun devor qildi. Sen o'rmon qurishing mumkin deydi. U senga kichkina devorcha qilib qo'ysa ham deydi. Katta o'rmon dala qilasan deydi. Uni bitta bir qadam devoriga cho'kinma, o'zingni berma deydi. Mana kartam navbatdagisi. Agar hayotingni deydi, mana bu kartada o'zgartirmoqchi bo'lsang, eski takrorlardan chiq deydi. O'zingni yopib qo'yma deydi. Devor qurma, balki o'sish va imkoniyat yaratish vaqti keldi deydi. Harakat qil bunga deydi. Eski ssenariyni takrorlama deydi. O'tmishga deydi, qarama, umuman qarama deydi. Bu seni naborot yopadi deydi. Qo'rquv bilan yopilma deydi. Hayotingni kengaytir, o'rmon kabi deydi. Ko'rdingizmi? O'rmon kabi hayotingizni chiroyli keng qilishga qodir ekansiz.
Bunda aytyapti, уже uzoq vaqt qorong'u bo'lgan hamma narsa endi qoldi deydi. Har doim qiyin, noaniq yoki og'ir davr abadiy emas. Sen shuni bil deydi. Qorong'ulik bu o'tish davri, doimiy holat emas. Endi o'tish davriga kelding deydi. Bu kartada ko'rdingizmi? Ana shunday holatda yur deydi. Sen deydi, o'tmishim yangi hayot bosqichi uchun tayyorgarlik qil deydi. Eski usul, eski fikr bilan yangi yo'lga chiqib bo'lmaydi deydi. Yangi o'zgarishlar kutmoqda sizni. Sen deydi, zudlik bilan o'zgarishing, moslashishing zarur deydi. O'zingni o'zgartirishga deydi. Qiyinchiliklar abadiy emas, lekin yangi bosqichga o'tish uchun sen eski odat va fikrlaringni o'zgartirishing zarur, kerak deydi. Qorong'u davr o'tadi endi deydi. Yangi yo'l boshlanadi deydi. Lekin sen ham ichki tayyorgarlik qilishni boshla deyapti. Tushundingiz? Mana, ana shu darajada yurasiz endi. Bo'ldi deydi, bunaqa holatda yurishing deydi. Xuddiki qara odamlar mendan beziganday tutayotganingiz o'zingizni. Hamma meni yomon ko'radi, men omadsizman, yo'q deydi. Chiq endi u vaziyatdan deydi. Ana bunaqa hayot bo'lishi uchun deydi, sen qo'rqma, qorong'u davring o'tdi endi deyapti. Juda chiroyli kartalar. Sizlarim bu videoni qayta qo'yinglar. Kimgadir obshiras qiladi, bu to'g'ri keladi, kimga to'g'ri kelmaydi, lekin 90% ga to'g'ri keladi. Chunki men kartalarim aniq aytadi-da. Shu uchun tushuntiraman yana qaytib, videoni takror eshitib, o'zingizni o'zgartirishni o'rganing. Men aytib chiqdim bir boshdan nima qilishingiz kerak, sizni nima kutyapti. Yangi hayot, o'zgarishli hayot bo'lishi uchun sen o'zingni ham o'zgartir deyapti. Tushundingiz? Yangi hayotni xohlayapsiz-ku, o'zingizni ham endi o'tmishingizni orqani tashlang va mana shunday holatda yuring deyapti. Mana ko'rdingizlarmi kartalarni? Hammasida juda chiroyli. Mana ijodingni boshla deydi. O'zing uchun endi yangi o'zgarishlarga tayyor tur deydi. Mana yigitingiz. Kutib aqlingizdagi odam xursand. Shuncha to'siqlardan уже kelibdi. Sen o'zgar deydi. Chiroyli fikrlang, chiroyli harakat qiling. Bunaqa zanjirband bo'lib yurmang, buni qarang. Kuxnida ovqat qilsangiz ham hamma joyingiz shu yomon fikringiz bilan zanjir. Buni uzib tasha qirqib deydi, bo'lmasa cho'kaverasan deydi. Ketsa ketsin mana. Shunchalik chiroyli narsa ekan. Qadringiz shunchalik xor bo'lgansiz. Qirq deydi. Bu holatdan chiq deydi. Iltimos sizlardan o'zgaringlar. Qancha pozitiv, qancha xursand, xotirjamlik bo'lsa qalbda kuzatinglar, o'sha yaxshi o'zgarishni belgisi. Xotirjam qiladi avval qalbini odamni. Xudo kelajakka omad bersa. Уже omadga yaqin kelgansizlar. Tabriklayman. Ilohim tezroq ko'pchiliklar yozibdi, rahmat, xursandman, yangiliklar bo'ldi, o'zgarishlar bo'ldi, sabab bo'ldi, gaplaringiz qattiq quvonibman deb. Shunaqa holat bo'ldi, kutmagan edik. Ilohim hammalaringizga yaxshi kunlar, yaxshi xushxabarlar kelsin. Telegram nomerimni ko'pchilik so'rayapti. Primoy nomerdan chiqib bo'lmaydi, rossiyskiy-ku. Faqat saqlanit qilasiz. Videolarni yana takror aytaman, qayerda ko'rmaysizlarmi? Eshikni bossangizlar, nechta videom bor, nechta nimalar qo'yganman, orqa tomonda videoni chiqadi, eshikni bossanglar chiqadi. 100 marta tushuntiraman. Tushunmaysizlar azizlarim. Diqqat qilmaysizlar, yana o'sha o'zlaringizni negativ boshlaringizni qottirib o'tiribdi. Daji gapirishga ham telefonda ko'pchilik qotib qolganda zo'rg'a gapiradi. Uni sug'urib olaman gapini. Shartta gapirish kerak, dadil bo'lish kerak. Bu dunyo o'tkinchi, arzimaydi. Siqilib yurishga. Xursand yuring, xursandchilik keladi. Telefon nomerim demak saqlanit qilasizlar. O'sha nomerda
Telegram ochiladi. Primoy chiqish uchun pul kerak. Rossiyada qimmat bo'ladi. Qimmat uradida, pulni yeb tashlaydi. Shu uchun Telegram saqlanib qilgandan keyin Telegram raqam chiqadida, chiqasiz, ulanasiz. Ochilimlarim bor. Xudoga shukur hozirgacha hammaga bo'libdi. Inshaalloh bo'lsin. Qolganlarga ham yordamlashamiz agar juda vaziyat og'ir bo'lsa. Lekin sizlarni yaxshi o'zgarishlar kutib tabriklayman. Yana bir bor unaqa eski holatni, o'tmishni, o'zizni odatingiz noto'g'ri ekan, o'sha xarakteringizni o'zgartiring. O'zgarishli hayotga tayyor turing. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ertadagi raskladga uchrashguncha omon bo'ling.